Xo'sh, o'zim bilan nima olsammikin? Ketmonimnimi? Yo'q, ishlarimni bo'ldim. Tezroq bo'lish kerak yo'q. Olma bilan telefon va pullarimni olib olaman. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Kompot. Bolalar, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Xullas, men sizlarga tushuntirib o'taman. Bugun biz jitlar bilan attraksionlar parkiga bormoqchimiz. To'g'rirog'i, oromgohga o'xshagan joyga-da. Bu shaharda joylashgan. O'sha vaqtdan qopti menimcha. Men juda ham zo'r attraksionlarda uchmoqchiman. Ko'p gap ko'paytirmaymiz. Xullas bolalar, soatda ham ko'rish kerak necha bo'pti. U o'sha vaqt qopti. Mashina ham kelgandir. Biz avtobus zakaz qilgandek, ko'pchilik kelib bo'lishdi. Tezroq yugurish kerak. To'xtanglar. Tezroq chopish kerak. Jitlar kech qolmadimmi? Yo'q, Kompot, kechga qolmading. O'zi biz ham endi kelgandik. Xudoga shukr, kechga qolmabman. Xo'sh, ketdikmi? Men zo'r attraksionlarda uchaman. Qo'rqinchli. Men unaqasida uchmayman. Ularda yosh bolalar uchun ko'rkalar ham bor. Men shunaqasiga chiqaman unda. Bo'ldi. Unda ketdikmi? Da. Davay ketamiz. Xullas, tak. Yo'l juda ham uzoq, yo'lda gaplashib ketarmiz, o'sha avtobusni kuttiryapmiz, yo'l juda ham uzoq, tezroq boraylik. Xo'sh, tak, nima qilsam bo'ladi? Qishloqda bironta izumrud qolmabdi. Qandoq pul topsam bo'ladi? Yo'lni ham o'ylab qo'ya olmadim, topa olmayapman bu yerdan beri qidirib. Nima qilsam ekan? O'zim ahmoqman, qishloq pullarini rubinali izumrud, rubinali unitaz sotib oldim qishloq puliga. Ahmoqman men. Rubinali unitazni nima qilardim? Jinni, lekin juda ham chiroyli-da. Nima qilay endi, men yo'qdi-da. O'yla, kallam kelmayapti. O'zi ikkita izumrud qolibdi, boshqa hech narsa yo'q. Nima qilsam ekan? Meni qishloqdagilar bilsa, mana go'zalligini qarab, buni mashina deb endi qishloqni bor byudjetini shatib qo'ydim. Qayerga ketishyapti qishloqlar? Chiqish kerak, ko'rish kerak. Xo'p, ketdikmi qishloqlar? Da, ketamiz. Ketdik, Kompot. To'xtanglar, qayerga ketyapsizlar? Mer, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Qayerga ketyapsizlar? Biz park attraksionlariga ketyapmiz. Ishinglarni qilmaysizlarmi? Ishlarimizni qilib bo'ldik. Jitlar, sizlar qildinglar? Da, men qo'yimni tozaladim. Men o'z ishlarimni qildim. Men ham agrotimni tozalab bo'ldim. Emas, qishloqning ishi. Nima ish? Xullas, muammo bor, bizda izumrudlar tugadi. Qanaqasiga izumrudlar tugaydi? O'sha kuni izumrudlar qanaqasiga tugaydi? Tugadi. Men 2 kun oldin meriyaga kirganimda 2 ta izumrud turibdi. Da, qanaqasi tugaydi? Tugadi-da. To'g'risini ayting, hal qilishimiz kerak. Siz mersiz-ku, nimaga mersiz? Shuni hal qiling. Hal qilaman. Hammamiz pul tashlashamiz. Qanaqasi pul tashlashamiz? O'zi pul tashlashdik-ku. 1 oy bo'ldi. Qanaqa 1 oy? 2 kun oldin pul tashlashdik-ku. Bo'ldi, xullas hal qilaman-da, karotchim. Siz hal qiling, siz mersiz. Biz esa attraksionlarga borib kelamiz, okey? Bo'pti, o'zim hal qilaman. Ketdim men, karotchim. Men hayronman 2 ta izumrud yo'qolganiga. Xullas men ketdim-da. Yo'qolgani yo'q. Qanaqasi yo'qolmaydi? O'g'rilar paydo bo'ldimi biron joyda? Yo'q deyapsiz. 2 ta izumrud turdi deyapti jitlar 2 kun oldin. Yo'q edi, hech qanaqa 2 ta izumrud. Bor edi deyapti-ku. Yo'q edi, karachim. Bo'pti, biz ketamiz, o'zingiz hal qilasiz. Bo'pti. Mer ketib qoldi, juda g'alati. Bo'pti, xullas jitlar ketdik. Xo'p, jitlar, unda keta qolaylik, biz ham vaqt ham bo'lib qopti. Davay, ketdik, mazza qilamiz. Qoch bekin. Nima qilsam ekan? Ular hozir bo'lsa meni so'roq qilib yotishardi. Nima qildi, izumrudga nima bo'ldi deb. Bekinib oldim. O'yla. Nima qilsam bo'ladi? O'yla. Ideya. Shu ideyani qilaman. Ular ketishdimi ekan? O'ylab ol. Ular ketishgan bo'lsa, keyin shu ideyani qilib ketishibdi. Yaxshi, ketishibdi. Xo'p, endi o'ylagan ideyamni qilaman. Xo'p, bu ideya orqali xudo xolasa bir haftaga men dahshatga pul topib olamiz. Va o'zlarining pulini o'ziga tiqaman. Qishloqni kirishini pullik qilaman. Qani, let's go, ketdik. Shu ishni qilsam o'zini pulini o'ziga tiqqan bo'laman. Vohaha. Ishni unda boshladim. Ketdim. Hop.
Dopo bыстрее, Коля, они Yetdilar, maza qildik a. Da, meni bizda bir tiyin ham pul qolmadi. Da, maza qildik. Menda esa pul qoldi. Qancha qoldi? Menda 8 ta. Hozir ko'raychi. Menda 8 ta zimit qoldi. Sen qo'rqinchalik attraksionga chiqmading-da. Va. U kerak emas. Mazam qochib qolardi mana. Battar bo'l. Biz lekin maza qildik. Bir tiyin ham pulimiz qolmadi. He. No-da, ketdik endi o'z uyimizdan qo'ymasin. Endi uyimga kirib mazza qilib dam olaman o'zi ham. Nima bo'lgan? Butun qishloq shu zabor bilan o'ralib chiqibdi. Nima? Butun qishloq qayerdan bildinglar? La, ko'rgan. Hozir men ko'raman. What the hell, nima bo'ldi yana? Nima problema yana? O'zi atigi 8 soatga yaqin ko'chada bo'ldik. Voh. Men butun qishloqqa aylanib chiqsam bo'lmaydi. Rasmona nima bo'ldi bu? Butun qishloq o'ralganmi nima bo'ldi bu zaborlar bilan? Da, shunaqaga o'xshaydi. O'ralgan-ku. What the fuck? What the bolla? Yetinglar. Hayya, bu rasmana qishloq butun zabor bilan o'ralib chiqibdi. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Bilmaymiz biz. Nima qilamiz endi? Eshikni ochib qo'y. Eshik ochilmayapti. Yetinglar. Mana bu apparat nima? Nima ekan bu? Kompot. Ha. Bu bankomat. Ha, bunga izmir tiqsang ishlaydi. Shunda sizlar hozir izmir tiqsam eshik ochiladi demoqchimisizlar? Shunaqa bo'lsa kerak. Kim qilgan bilmadim lekin. Ana u kelayotgan kim? Kimsan? Kimsan? Mer? Da, jitillar va kompot. Nima qildingiz? Nima qilamiz bu yerda? Da, bu geni kallaman men. Buni men qildim. Nimaga unaqa qilasiz? Endi qishloqqa kirish pullik. Men sizlarga aytgandimmi, pul topish yo'lini topdim. Mana shunday qilib sizlar bu yerga pul so'rasizlar va pul to'planadi qishloqqa. Короче, 8 ta izmir to'lasanglar kirasizlar. Kirish chiqish endi pullik. Qanaqasiga bu bizning mulkimiz, uyimiz. Kirish chiqishga pul to'lashimiz kerak. Kirg'izing bizani. Yo'q. Xullas, gapni ko'paytirmaylar. 8 ta izmir to'lasanglar kirasizlar. Qanaqasiga oching ishni deyapman men sizga. Yo'q, xullas gapni ko'paytirmaylar. Xullas, paka. Nima paka? Da, eski izmirlar nima qilgansiz? Eski izmirlar yo'q dedimmi? Yo'q, bo'ldi, tamom. Menga nima? Qizing bizdan deyapman. Yo'q. Yetinglar, bu jinni o'qat bu mer. Da, kompot bizda bir teng pul yo'q. Qandoq qilamiz endi? Yetinglarda bir teng pul yo'q. Kirg'izing deyapman men sizga. Meni ishim yo'q. Zato budjet yig'iladi. Zato. Nima zato? Men sizga kirg'izing deyapmanmi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Xullas, meni ishlarim bor. Pul to'lab kirasizlar. 8 ta izmir nechdan chiqmasin har bir kishiga. Jinni pinni bo'lib qolganmisiz siz? Yo'q. 8 ta izmir bu jitillarda bir teng puli yo'q axir. Bular qanday kiradi? Ko'chada qoladimi? Bilmayman, 8 ta izmir to'lasa kiradi. Hozir men 8 ta izmir to'lab kirib, buni abjag'ini chiqaram bo'llar, o'z kirasizlar. Bo'llar kirasiz 8 ta izmir to'layman-da, kiraman, ish ochiladi, ketimdan kirib ketasizlar. Bo'ldi, hozir men to'layman hozir. Bo'ldi, davay to'la. Ko'ramiz. Davay, xo'p, men to'layman. Tak, bosamiz. To'landi. Eshik ochildi. Xo'p, tak. Yo'q, eshik o'lgirib qoldim, eshik qoldi-ku. Qanashini o'lgirmaysan? Shunday qilingan. Faqat pul to'laganlar kiradi. Men eshikni ochib ular kirsin, ularning bir teng puli yo'q. Meni ishim yo'q, ko'chada qoladi menga aytsa. Ahmoqmisiz siz? Siz endi kirish chiqish ham pulga qilsangiz, yaqinda havo ham pul bo'ladimi? Meni ishim yo'q, kalachim.
bunaqa bizga-da juda ham zo'r mer uchraganda. Kompot, biz qanday qilamiz axir? Men sizlarni qutqaraman, men sizlarni qirg'izaman xudo xohlasa, ko'rasizlar. Qanday qirg'izmoqchisan bizni? O'ylab topman yo'lni. O'yla. O, tak. Bir teng pulimiz yo'q, kira olmaymiz. Yig'lama, jetelman topaman ideya. Topdim ideya. Hozir kelaman, notebookimni olib kelay. Xo'sh. Tak, hech kim yo'q, mer. Yo'q, bu notebookimni olaman tezlik bilan. Notebookni va bola u bankomatni miyasini vizom qilaman. Biz ham hakkerskiy kodlar bilan hozir loy blokini olamiz, bu yerga qo'yamiz, notebookni qo'yamiz. Xo'p, tez. Hozir men sizlarni qutqaraman. Sizlar faqat qarab turinglar, orqaga mer kelmayaptimi? Qarab turamiz. Tak, vizom qilamiz, kod teramiz. Xo'p. Bo'lmadi, tak. Bu juda ham mer kallasi yetmaydi bilganman. Yaxshi qo'ymagan ekan. Xo'p, teramiz. Opa, enter bosaman endi. Enter bo'ldi. Qani? Ila eshik kompot eshik ochildi garchi. Daylar tez kirlar, hozir jetinglar eshik yopilib qoladi. Bo'ldi. Bu ko'pga emas, hozir yopiladi. Bir martalik bo'ldi. Eshik yopilib qoldi-ku. Bu kodni terish qiyin edi. Bu bir martalik edi. Endi boshqa ochib bo'lmaydi. Buni ham men merni bu darajada aqlli deb bilmagandim. Endi nima qilamiz? Mayli. Tak, ketdik. Mer qani mer? Mana abjag'an chiqadi. Kela sekin eshitamiz, mana deyapti bu. Xo'p, lekin zo'r ish qildim. Xudo xolasa soatda 120 tadan izmurd yig'iladi, 1000 talab. Lekin eski izmurdlarni bekor rubinali unitasiga ishlatdim-da. Nima deyapti? Bizni mer bunaqalar jinni deb o'ylaganman. Rubinali unitasiga ishlatadim, ahmoq. Bir safardan yig'lagim kelyapti, bir safar ko'rgim kelyapti qilgan ishiga. Nundan merni yurilib kiramiz, bostirib kirib boramiz. Basharasini biz tashlaymiz. Davaychi, bunaqa jinnilar ketdik. Mer! Seni eshitaman, kompot. Va sizlarni ham eshitaman. Qanday qildinglar sizlar? Qanday pul topdinglar? Sizni nima ishingiz bor? Sizni hozir yomon zo'r ish qilamiz. Meni qo'yib yuboringlar. Men sizlarni meranglarman. Unitazingiz bilan qapishib yo'qoling. Tushundingizmi? Qishloqdan badana qildingiz. Qirg'izlar meni boshqa qaytarilmaydi. Yo'q, o'zi aytgan ish, bankomat to'lasalar kirasizlar, pullik. Qishloq qancha to'layman? 120 ta izimurod. Menda uncha pul yo'q. Meni ishim yo'q. 120 ta izimurod to'laysiz va kirasiz. O'zini qonun qoidangiz, shuning uchun kirishni, chiqishni pullik qilish kerak emas. Keyin chiqishga pul to'lamaysiz. Shundan yana 120 ta izimurod, o'pish 240 ta izimurod to'lasiz, kirasiz. Xullas bo'ldi. Mer bugun qishlog'imizni pullik qildi, kirishi. Jinni mer mana shunaqa. Xullas hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan kompot bo'ldi.